Biz No'g'at shahriga kelib pechka jasadik. Bu yoq shu uyning xazoykasi bo'lib. Eje pechka qanday bo'ldi? O'y fikringizni aytib qo'ysangiz. Pechka o'ta zo'r bo'ldi. Bu pechkani mana o'ti ko'rinib turganini aytsangiz, o'ting ozmi, ko'pmi ko'rinib turar ekan. Mana apparatini qarang, mana manda yopib qo'ysa ozayib qolar ekan. Ichi ochib qo'ysa ko'payib qolar ekan. Buni o'ta nimasi zo'r ekan. Nima yasashi, bolalarning qo'li dard ko'rmasin. Amin. Allohim hamisha sog' salomat bo'lib, shunaqa elni, yurtni xizmatida bunaqa pechkalardan million yasab yuraveringlar. Allohu akbar. O'ta zo'r bo'ldi. Shunday bo'ladi. Pechkalar orti jag'ida 3 duxovkasi bor. Mana duxovkani qarasangiz, non somsa pishirsa bo'ladi, eje. Mana. Qo'ltiq ko'ring. Ha. Mana duxovkaga qo'ltiq ko'rsangiz. Mana pechka duxovkada bemalol somsa non pishirar ekan. Bundan issiq chiqarar ekan mana undan. Mana ikkita, uchta uyni bemalol isitar ekan. Mayitdan ham issiq chiqib turar ekan, bu yoqdan ham, bu yoqdan ham. O'ta qulay, o'ta zo'r ekan. Nomerlarimiz 0700 73 70 73 WhatsAppdan yozaverasiz.